Assalomu alaykum. Andijon shahri Korzinka uzda oldida Andijon viloyati hokimini arzonlashtirilgan go'sht mahsulotlari yarmarkasi o'z faoliyatini boshladi. Go'sht narxlarimiz belgilangan summada 20 so'm. Xaridorlarimiz bor. Savdo bo'lyapti. Yangi bozor. 100 mingdan rosa chiroyli go'sht mana oldim. Ichi ochiqcha keldi. 1 kilodan oshiqroq 120 ming bo'ldi. Chiroyli. Endi olib borib pishirib yeb ko'ramiz. Ikkinchi manzilimiz Navro'z Malda. Uchinchi manzilimiz O'zbekiston ko'cha. Bu yerda ham narxlar mana 100 ming so'm. Go'shtlar saqlanyapti. Hududimiz. To'rtinchi manzilimiz O'zbegim savdo majmuasining oldidagi arzonlashtirilgan go'sht mahsulotlari yarmarkasi 95 mingdan sotilyapti. Go'sht sifatlari yaxshi, mana yangi go'shtlar. Rahmat oğlum, rahmat. Allah bereketini versin. Allah'ım.